Da'vat mezgili va uning har qaysi bosqichlari. Payg'ambar alayhisalomning da'vat ilib borgan mezgilini mundaq ikki davr bosqichga bo'lishimiz mumkin. Buning biri yana biridan alohida farq qiladi. Birinchisi Makka davri, taxminan 13 yil. Ikkinchisi Madina davri, saq 10 yil. Ondan har bir davr bir qancha bosqichlarni o'z ichiga oladi va har qaysi bosqichning o'ziga xos ayrim alohidliklar bor. Bu alohidliklar ayni chog'dagi shart-sharoitlarga inchikilab nazar solganimizda xeyli ro'shan ifodalanadi. Makka davri mundaq 3 bosqichga bo'linadi. Birinchi, yoshirin da'vat bosqichi 3 yil. Ikkinchi, Makka tavasida oshkora da'vatga o'tish bosqichi. Payg'ambarlikning 4-yilining boshidan 10-yilining oxirigacha. Uchinchi, Makkaning sirtidagi da'vat bosqichi va da'vatning har qaysi qabilalarga keng ko'lamda qanot yoydirilishi. Bu 10-yilning oxirlaridan Payg'ambar alayhisalom Madinaga hijrat qilgan qadar bo'lgan oraliqdagi mezgildir. Madina da'vat davrining har qaysi bosqichlarining tafsiloti o'z navbatida bayon qilinadi. Birinchi bosqich da'vat ko'rishi. 3 yillik yoshirin da'vat. Hammamizga ma'lum, Makka arablarning diniy poytaxti. Ulug' Ka'baning boshquruvchilari va barliq arab xalqining nazaridagi atalmish muqaddas but haykallarga qarg'uvchilarning hammasi mushu Makkada o'ltiraqlashgan. Shunga bu yerda islohot elib berib, ideya va aqidani to'g'ri yo'lga solishdan iborat bu markaziy nishonga yetish Makkaning sirtidagidan ko'p qiyinga to'xtaydi. Demak, bu ish vaqtincha qiyinchilik va to'salg'inlarning ta'siriga uchirmaydigan dono bir tadbirga muhtoj bo'lg'achqa, makkaliklarni biroqli cho'chitib o'tmaslik uchun islom da'vati dastlabda sal-pal yoshirin elib berilishi eng yaxshi dono tanlash edi. Shunga Rasululloh mushu usulni tanladi. Tunji avlod musulmonlar. Shunisi tabiiyki, Payg'ambar alayhisalom bu dinni avval o'z oilasi va munosabati yaqin do'st birodarlarga tanlashi mumkin. Shunga u tunji bo'lib munosabatli kishilarni, o'z oilasini va yaqin do'st birodarlarini, shuningdek tonish bilishlarini bo'libmi o'z ichidagi haq so'yar, yaxshi tabiatligi bilan tonilgan, ularmi Rasulullohni rostchil, haqiqat yoqilg'uchi deb biladigan, vujudida yaxshilikning asri bor bir qism kishilarni tanlab islomga chaqirdi. Natijada Rasulullohning oliyjanobligi, shaxsiyatsizligi va rostchilligiga shaklanmaydigan bir turkum kishilar bu da'vatga tunji bo'lib ovoz qo'shdi. Ular islom tarixida tunji avlod musulmonlar deb ataldi. Ularning dastlab ibtigorida Rasulullohning ayoli Xadija bint Xuvaylid, Rasulullohning ozod qilib etgan quli Zayd ibn Haris ibn Shurahbil Kalbi, Rasulullohning tog'asining o'g'li Ali ibn Abu Talib va yaqin do'sti Abu Bakr Siddiqlar musulmon bo'ldi. Ali ibn Abu Talib bu chaqda texi narisida bola bo'lib, Rasulullohning kapolatida bola chiroy turib Ular da'vat boshlangan birinchi kunila musulmon bo'lgan edi. Shuningdan keyin Abu Bakrmo da'vatga kirishib ketdi. U xushfe'l, og'indorchiligi yaxshi, chiqishqoq tabiat, axloqliq, keng qo'l odam edi. Uning ustiga uning farosatligi, tijoratdagi ipi va shirin suhbat aloyidligi uning qavmi jamoat o'rtasidagi bardi-keldi munosabatini quyuqlashtirgan edi va el orasidagi ta'sirini zo'raytgan edi. Shunga u o'zining suhbatiga hozirlik qiladigan qavmi qarindoshlaridan ishonch qila oladiganlarni islomga da'vat qildi. Natijada uning maslakdoshlaridan Osmon ibn Affon Umavi, Zubayr ibn Avvam Asadi, Abdurrahman ibn Avf Zuhri, Sa'd ibn Abu Waqqas Zuhri va Talha ibn Ubaydullah Taymi qatorliqlar musulmon bo'ldi. Hammadan burun musulmon bo'lgan bu 8 shaxs tarixda islom avangardlari, ya'ni tunji avlod musulmonlar bo'lib qoldi. Dastlab musulmon bo'lganlardan yana Bilal ibn Abu Rabah Habashimi bor edi. Uningdan keyin bularga ergashib islom ummatining ishonchli odami Abu Ubayda Amir ibn Jarrah, Abu Salima ibn Abdul Asad, Arqam ibn Abul Arqam, Osman ibn Maz'un va uning ikki qarindoshi Qudama va Abdullah, shuningdek Ubayda ibn Haris ibn Muttalib va Said ibn Zayd va uning ayoli Fatima bint Xattob, Xattob ibn Arad, Bani Huzayl jamoatidan Abdullah ibn Mas'ud va ulardan boshqa bir bilik kishilar musulmon bo'ldi. Ana shular Quraysh qabilasining har qaysi aymoqlaridan eng dastlab musulmon bo'lganlardir. Ibn Hisham bularning sonini 40 kishi edi deb hisobladi. Lekin uning hisobidagi ba'zilarni dastlabki musulmonlardan sanashda bir oz masala bor. Ibn Ishoq mundaq deydi: Shuningdan keyin kishilar ayol to'p-to'p bo'lib islomga kirishga boshladi. Makkada islom to'g'riliq gap so'zlar tarqaldi. Bara-bara islom haqidagi parang kishilarning so'z temasiga aylandi. Yuqorqilarning hammasi yoshirin musulmon bo'lgan edi. Payg'ambar alayhisalom ular bilan maxfiy uchrashib, diniy ahkomlarni yoshirin o'qitib turardi.
Chunki da'vat teqcha ayrim shaxslar bo'yicha yo'shirin elib berilayotdi. Sura Muddassirning bosh qismi nozil bo'lib bo'lgandan keyin vahiy orqama-orqa nozil bo'lishga boshladi. Shu mazgillarda nozil bo'lgan oyatlar va sura bo'laklari ayni davrning tinish vaziyatiga mos keladigan jumla bo'laklari qisqa, mo'ngluq, ayrim fasilga ega, ta'sirlik va jazbidorlikqa ega oyatlar bo'lib, bu oyatlar inson nafsini poklash, dunyodagi sachchiliklarga chetilib qolishni saskandirish, jannat va do'zaxni go'yo ko'z bilan ko'rgandek tasvirlash qatorliqlarni mazmun qilgan bo'lib, mo'min musulmonlarni ular yashayotgan ashu jamiyatdan boshqa bir muhitga boshlab boradi. Namoz. Dastlab nozil bo'lgan oyatlarda namoz o'qishga buyurilgan amr farmonlar bor edi. Muqotil ibn Sulaymon Alloh taolo ibtidoiy islom davrida, ya'ni islom dinining dastlabki boshlanishida atiganda 2 rakat, kechda 2 rakat namoz o'qishni farz qildi. Bu vaqtda oqshimi atigini Parvardigoringga tasbih bilan hamd aytqin. Sura Mu'min 55-oyatda deyilgan deydi. Ibn Hajar mundoq degan: Payg'ambar alayhisalom Mi'rojga chiqishdan burun o'zimi va sahoba kiromlarmi cho'qim namoz o'qiydi. Lekin musulmonlar hozir ado qilayotgan 5 vaqt namoz farz qilinishdan ilgari yana boshqa namoz farz qilinganmi yo'q, bu to'g'risida qarash o'xshash emas. Aytishlar qaraganda shu vaqtlarda kun chiqishdan burun, kun patqandan keyin ado qilish farz qilingan namoz bor ekan. Haris ibn Usama ibn Luhay'adan u Zayd ibn Harisni naql qilgan hadisda Rasulullohga vahiy nozil bo'lgan dastlabki kunlarda Jibril alayhisalom kelib, uningga tahorat ilishni o'rgatdi. Rasululloh tahoratdan farig' bo'lgandan keyin bir uchum suvni elib avratiga chochdi deyilgan. Baro ibn Azib va ibn Abboslarmi shu hadisning mazmunini naql qilgan. Ibn Abbosning rivoyatida mana bu eng burun nozil bo'lgan farzlardan edi deyilgan. Tarix ibn Hisham degan kitobda Payg'ambar alayhisalom va sahobalar namoz vaqti kirganda tog' jilg'illarga berib, el ko'zidan yiroq joylarda namozlarni yo'shirin o'qib keladi. Bir qatim Abu Talib Rasululloh bilan Alining namoz o'qiyotganligini ko'rib, buning nima ish ekanligini so'ragan va haqiqiy ahvolni uqqandan keyin bu ikkalanni subatliq bo'lishga buyurgan deyilgan. Bu vaqtdagi to'liqsiz xabar Quraysh qotillarga anglandi. Ayni chog'dagi vaqaliklarning har qaysi taraflariga nazar solganimizda, mushu mazgilda da'vat garchi maxfiy ayrim shaxslar bo'yicha yo'shirin elib berilsa-mu, Quraysh doiralari buni uqmay qolmagan. Biroq ular buningdan ortiqcha parvo qilib ketmagan edi. Muhammad G'azzali mundoq deydi: Islom davlati haqidagi mish-mish xabarlar Quraysh doiralariga yetgan bo'lsa-mu, ular buningga ahamiyat berib ketmagan. Chunki ular Rasulullohni Umayya ibn Abu Salid, Qis ibn Sa'id va Amri ibn Nawflarga o'xshash ilohiyat va uning haqlari ustida gap qiladigan din da'vogarlardan birisi bo'lsa kerak deb gumon qilgan. Lekin ular da'vat xabarining atrofga tarab, ta'sir kengayib ketishidan ansirab, da'vat va uning kundalik taraqqiyot ahvolini kuzatishga va bu dinga kirganlarga ostiratdan nazorat qilishga boshladi. Hash-pash deguncha 3 yil o'tib ketdi. Islom davlati garchi shaxslar aro yo'shirin elib berilayotgan bo'lsa-mu, shuning mabaynida islomiy qarindoshlik va o'zaro hamkorlik asosida elchilikni yetkazish va uni o'z joyiga qaror topqizish vazifasini ado qila oladigan bir turkum sodiq mu'minlar borliq kelib bo'lgan edi. Shuningdan keyin payg'ambar alayhisalomni oshkora da'vatga o'tishga, botil ishlarga qo'rqmay qarshi turishga va butparastlikka qarshi dodil hujum qilishga taklif qilinib, vahiylar nozil bo'ldi. Ikkinchi bosqich oshkora da'vatga o'tish. Tunji oshkora da'vatga o'tish buyrug'i. Oshkora da'vatga o'tish haqida tunji bo'lib Alloh taoloning yaqin qish aqrabolaringni ogohlantirgan degan oyat nozil bo'ldi. Qur'oni Karim Shuara 214-oyat. Mazkur oyat nozil bo'lgan sura Shuarada avval Musa alayhisalom payg'ambar bo'lgandan tortib, u toki Bani Isroilni boshlab hijrat qilgan qadar va ularning Fir'avn va uning qo'lchimoqchilaridan qutulgandan tortib, Fir'avnning oil tavobatlari bilan qo'shib g'arq qilib etilgan qadar bo'lgan bir qator jiddiy va ta'sirli voqealar jarayoni bayon qilindi. Bu qissa Musa alayhisalomning Fir'avn va uning qavmini Alloh tarafiga da'vat qilish jarayonida beshidan o'tkazgan jimi sezgizishlarni o'z ichiga oldi. Meningcha, payg'ambar alayhisalom oshkora da'vatga o'tish buyrug'ini topshirib olish arpasida Musa alayhisalomning voqeasini bunchalar tafsiliy bayon qilib keltirishdagi maqsad payg'ambar alayhisalom va sahoba kiromlar oshkora da'vatga o'tganda uchraydigan qarshilik, ahonat va zulm sitamlar oldida bu qissalar yaxshi ulgu bo'lsin uchun. Shuningdek, ular oshkora da'vatga o'tishdan avval o'z ishlariga to'liq ideyaviy tayyorlik ko'rib qo'ysin uchun edi. Chunki haqiqatning o'zlarini to'liq chechishi muqarrar yo'sinda
batilning zulm istam qo'rg'onlarini chiqib tashlash va ular bilan jafoliq kurash qilish orqali andin amalga oshirdi. Shunglashqa bundaq vaqtda musulmonlarda ana shu qiyinchiliklarga nisbatan ideyasida tayyorlik bo'lishi, oldin ola tavranmas e'tiqod, iroda hozirlashi intayin zarur edi. Shuning bilan birga yana bu sura Fir'avn va uning qavmining ichinishli oqibatini tasvirlash bilan birga Nuh alayhisolamning qavmi, Od va Samud xalqi, Ibrohim alayhisolamning qavmi, Lut alayhisolamning qavmi qatorliq Allohning payg'ambarlarini yolg'on chiqarganlarning va ayka aholilarining bu yomon qilmishlarining oqibatining ta'sirini o'z ichiga olgan edi. Buni keltirishdan maqsadmi albatta pat orada o'z payg'ambariga qarg'ular chiqarish chiqib, uni inkor qilguvchilar o'z qilmishlarining yomon oqibatini hatto aksiyachil maydonda davomli chingtiraveradigan bo'lsa, cho'qim Allohning qattiq jazolashiga duchor bo'lganligini bilib olsin uchun va mo'minlar o'zlarining kelgusi istiqbolining cho'qim parlaq bo'lganligini aniq oydinlashtirib olsin uchun edi. Yaqin qish aqrbolar orasidagi da'vat. Mazkur oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom avval Bani Hashim jamoatini chaqirdi. Shu on ular hozir bo'lishdi. Ularga Bani Mutallib ibn Abdumanaf jamoatidan bir qancha odam qo'shilib yig'ildi. Yig'in qatnashchilarining soni 45 kishiga yetdi. Ular to'liqlanib bo'lmay turibla Abu Lahab so'rining kayfiyatini buzdi. Bu o'ltirganlarning hammasi sening tog'alaring va yoki tog'alaringning bolalari. So'zla. Lekin Hilqiyatdinning gapini qilg'uchi bo'lma. Shuni bilishing kerakki, sening qavming butun arablarga taqobil tura olmaydi. Seni to'sishga men haqli. Ammo hozircha o'z pushtlaring kifoya. Navodi gapimga quloq solmay o'z beshimchilik qilaveradigan bo'lsang, butun arablar bir yoqdan qo'l chiqarib, Qurayshlar bosh bo'lib, sana qo'l solgandan ko'ra o'z jamoatingning seni to'sqini tuzuk. Men urug' tuqqanlaringga seningdek balo qazo elib kelgan odamni ko'rmaganman, dedi. Payg'ambar alayhisalom javob qaytarmay jim turdi va so'rin ahlimi tarqab ketishdi. Shuningdan keyin payg'ambar alayhisalom yilqi jamoatdoshlarini yana bir qatim qayta chaqirib so'z qildi. U so'zida: "Jimi hamd sana Allohga xosdir. Men uningga hamd sana aytaman. Uningdan madad va yordam tilayman. Allohga iymon keltiraman va uningga tavakkul qilaman. Guvohlik beramanki, Alloh yagona va sheriki yo'qdir", dedi. Ondan mundaq dedi: "Cho'qim har qanday bir qavmning elchisi o'z qavmiga yolg'on so'zlamaydi. Yagona Alloh bilan qasamki, uningdan boshqa iloh yo'qdir. Men Allohning sizlarga aloyitan butun insonlarga ummatan avatgan elchisidirman. Alloh bilan qasamki, sizlar go'yo uxlagandek o'lisizlar, uyg'ongandek tirilisizlar, qilgan etgan nomi amallaringlardan hisob elinisizlar. Hisobdan keyin o'rninglar mangulik jannatdir va yoki mangulik do'zaxdir xolos", dedi. Buningga qarta Abu Talib nihoyat yaxshi pozitsiya bildirdi. U mundaq dedi: "Sana yordamda bo'lish biz uchun sharaf. Biz sening nasihatingni avval qabul qilamiz. So'zingga chin putimiz. Mana sening buvangning avlodlari jam bo'ptimiz. Men ularning biri bo'lish sifatim bilan sen yoqtirdigan ishlarga aldirayman. Sen o'z ishingga ravon bo'lgin, azbiroyi Xudo. Men seni mangu qo'g'dayman va himoya qilaman. Birli ish otam Abdulmuttalibning dinidan ayrilishga ko'nglim unmayotdi." Uning keyindan Abu Lahab yana ig'iz echib: "Ya Alloh, bu setchilikni. Uni boshqalarning to'sqindan ko'ra o'zinglar to'ssanglar bo'lmamdi", dedi. Buningga javoban Abu Talib: "Alloh bilan qasamki, biz hayotli bo'ladiganmiz, uni jon tikib qo'g'daymiz", dedi. So'rin ahli g'ulg'uli ichida tarqab ketishdi. Safa tig'ida sada. Payg'ambar alayhisalom oshkora da'vatga o'tgan ahvolda tog'isi Abu Talib uni qanot ostiga ilib himoya qilganligiga to'liq ishonch qilgandan keyin u bir kuni Safa tig'iga chiqib: "Ya Sabaha", deb to'ladi. Sabaha sadasi dushman hujumi, har xil tuyuqsiz ofat va muhim xabar yetkazish uchun to'g'lanadi. Bu sadoni anglagan Quraysh aymoqlari taraf-tarafdan yig'ilib keldi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom ularni tavhidga va o'zining Allohning payg'ambarligi ekanligiga iymon keltirishga va qiyomat kunining barhaqligiga ishonishga chaqirdi. Imom Buxoriy bu qissaning bir qismini Ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyat qilib mundaq degan: "Yaqin qish aqrabolaringni ogohlantirgin" degan oyat nozil bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom Safa tig'iga chiqib: "Ey Bani Fihri jamoati, ey Bani Adi jamoati", deb Quraysh aymoqlarini bir-birlab chaqirdi. Quraysh ommasi yig'ildi. Hozirlik qilolmaydiganlar nima ahvol ekanligini o'qish uchun odam avatdi. Ularning ichida Abu Lahab bor edi. Shuning bilan payg'ambar alayhisalom so'z qilib: "Ey Quraysh jamoasi, aytib boqinglarchi,
agar men dushman otliq qo'shuni tog' orqasida sizlarga hujum qilmoqchi bo'layotibdi desam mening gapimga chin putamsizlar dedi. Ular birdak shundoq sening gapingga chin putimiz, sening samimiy rostchil ekanligingga ishonamiz deyishdi. Payg'ambar alayhissalom undoq bo'lsa men sizlarni qattiq azobdan ogohlantiruvchiman dedi. Abu Lahab ey halok bo'lg'ur, bizni mushini deb yig'dingmi dedi. Bu chaqda Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, amalda qurib ketdi. Uningga erishgan narsalari esqatladi. U lavildab turgan o'tqa, ya'ni dovzaqqa kirdi. Uning o'tin to'shig'ichi, ya'ni suxanchi xotinimi lavildab turgan o'tqa kirdi. Uning bo'ynida mahkam eshilgan arg'amchi bo'ldi degan sura nozil bo'ldi. Va Imom Muslim bu qissaning yana bir tarafini Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilib mundoq degan. Bu oyat yaqin xish aqrabolarini ogohlantirgan degan oyat nozil bo'lgandan keyin payg'ambar alayhissalom shaxslar bo'yicha va kollektivlar bo'yicha chaqirib, ey Quraysh jamoasi, o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar. Ey Ibn Ka'b jamoati, sizlarmi o'zinglarni do'zax azobidan qutqizinglar. Ey qizim Fatima, senmi o'zingni Allohning azobidan qutqizgin. Alloh bilan qasamki, men sizlarga Allohning azobidan hech narsaga ora tura olmayman. Aramızda urug' tuqqanchilik munosabati o'z yo'lida elib beriladi. Mana bu eng yuqori pallaga yetgan jaronliq tabliq sadosi edi. Payg'ambar alayhissalom bu sado orqali o'zining eng yaqin urug' tuqqanlarga ilohiy elchilikni rostlab chin putish o'ttirimizdagi urug' tuqqanchilik munosabatining muhim halqasidir. Arablarda hozir ching'i chiqqan asabiylik, ya'ni tarafvozlik Allohning dargohidan nozil bo'lgan ogohlantirish haroratida erib tugidi deganni jakarladi. Haqni jakarlash va mushriklarning qarshilik ko'rsatishi. Haq ovozining jaronliq sadosi Makka tavasida davomli yangramoqda edi. Oxiri Alloh sana buyurilganni, ya'ni Parvardigoringning amrini oshkor o'ttirib qo'ygan. Mushriklarning masxaralariga parvo qilmag'in degan oyat nozil bo'ldi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom ularning sherik xurofatlarining va uning asossiz afsonalarining abdi bashirsini ichib tashlashga kirishdi va but haykallarning haqiqiy mohiyatini va uning naqadar qadr-qimmatsiz narsa ekanligini ochiq oshkora o'ttirib qo'ydi. Butlarning ojiz, keraksiz bir narsa ekanligini amaliy misollar bilan tushuntirdi. Butlarga sig'inish, butlarga cho'qinishni o'zi bilan Xudo o'ttirsida vosita qilib olganlarning oshkora ozg'unlik ekanligini ro'shan dalil paketlar bilan bayon qildi. Go'yo chaqmoq bildirmamisi tinch havo bo'shliqini zilzila keltirgandek mushriklarning ozg'unligini va butqa cho'qinishning hamoqatligini oshkora jakarlash makkiliklarning g'azab o'tini lavuldatibdi. Va ular buningdan bakla tasadduvilik va g'ayrilik his qilishib, umumyuzlik inkor qilishga boshladi. Qurayshlar bu ishtumtut yuz bergan yangi burilishni to'smoqchi bo'ldi. Chunki bundoq qilmaganda ularning kona an'anaviy meroslari xavfga uchraydi. Qurayshlar tadbir qo'llanmoqchi bo'ldi. Chunki ular bir Allohga iymon keltirib, ko'p ilohlarga qarshi turish va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning payg'ambarligiga iymon keltirib, qiyomat kunining haq va rostligiga ishonish deganning ma'nosi odam o'zining jini va mol-mulkidan erkin ixtiyor bo'lmaydigan darajada bu nidoga mukammal bo'ysunish va o'zini talto'kis atash deganlikdir. Aniqroq qilib aytganda, bu mushriklarning diniy tung'i o'rnini olib, butun arablar ustidan yurgizayotgan xo'jayinlik o'rnini yo'qotish, Alloh va Allohning payg'ambarining roziligi uchun o'z nafsining rohat farog'atidan voz kechish deganlikdir. Shundaqli yana ota-bobolardan qolgan botil aqida, buzuq ko'z qarashlardan uzil-kesil voz kechib, o'zlarining ruhiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy holatlarda uzil-kesil o'zgarish hosil qilish deganlikdir. Bu yana töven, o'tir tabaqadagilar ustidan o'ynaydigan qonli qamchisini to'xtatish va ati oqshom to'xtamay o'tkazayotgan gunoh ma'siyatlardan qo'l uzish deganlikdir. Deganlarni aniq tunib yetgan va bu uqumlarni nihoyat ro'shan aniq tushungan edi. Shunga ular o'z vujudidagi ulug'liq va yaxshilikning ta'siridan emas, balki inson kelgusi hayotida azvaylmoqchi bo'ladi degan ma'no bo'lganlik uchun ularning huquq imtiyozlarini tuvaltib qo'yadigan va bu huquq imtiyozlardan vaqtliq tuvan tushirguchi yangi vaziyatni zodil qabul qilg'isi kelmadi. Qurayshlar yuqorqilarni nihoyat obdan tunib yetdi. Lekin ular insoniy fazilat va axloqiy kamolatda eng yuksak darajada ulgu bo'la oladigan qavmi jamoat va ajdodlar tarixida tangdosh yo'q eng ishonchli, eng rostchil va eng samimiy bir erga qarta nima deb ivan qo'ya olsin. Ular nima qilarini bilolmay hayron qilishdi. Ular haqiqatan hayron qilishga tegishli edi. Ular
Uyan o'ylab, buyan o'ylab ko'p tafakkur qilgandan keyin oxiri Rasulullohning tog'isi Abu Talibning qishig'iga kelib, uningdan jiyan inisining harakatini cheklashni talab qilmoqdan boshqa yo'l yo'q ekanligini tunib ketdi. Shunga ular o'zlarining bu talabiga jiddiylik va haqqoniyat libosini kiydirib, Abu Talibga Muhammadning bu ilahlarimizni tashlashga da'vat qilishi, bu ilahlarimizning foyda ziyni va kuch-qudratining yo'qligini so'zlab yurishi, ashu ilahlarimizni qattiq haqoratlaganlik va ayblaganlik. Mushdinga e'tiqod qilib kelgan necha avlod ajdodlarimizni ozg'un gumrohlar deganlik va ularni aql farosatsiz deb qaralaganlik deb qarashdida shu on tashkillanib Abu Talibning qo'rosiga keldi. Quraysh elchilari Abu Talib qo'rosida. Ibn Ishoq mundaq degan: Quraysh mutavarlardan bir necha arbob Abu Talibning qo'rosida paydo bo'ldi. Ular Abu Talibga: "Ey Abu Talib, sen bilsan, sening qarindishingning o'g'li, ya'ni Muhammad alayhisalom bizning ilahlarimizni qapsib tillayotdi. Dinimizni ayblab, bizni aql idroksiz bir narsaga, ota-bobolarimizni ozg'unlikqa chiqaryotdi. Uni yoki o'zing to'sig'in, yoki bizning to'sishimizga yo'l qo'ygin. Chunki senmi biz tarafda, uni to'sish ishini o'zimiz bir taraf qilamiz", deyishdi. Bu chaqda Abu Talib elchilarga chiroyli gaplar bilan uzrxolik aytib yondirdi. Ularmi qaytib ketishdi. Payg'ambar alayhisalommi Allohning dinini tashviq qilish va tavhid da'vatini qanot yoydirishni burunqidek davomlashtiraverdi. Hojilarni da'vatga quloq solishdan cheklash to'g'risidagi kengash yig'ini. Mush kunlarda Quraysh doiralari boshqacha bir g'amga botdi. Sababi Payg'ambar alayhisalom oshkora da'vatga o'tganiga bir qancha oy bo'lmayla haj mavsumi yaqinlab keldi. Qurayshlar har qaysi arab qabilalarining haj ummatlari pat arada Makkaga yetib kelganligini biladi. Shunga ular Muhammad alayhisalom haqida muvaffaq bir fitna ig'vo so'z temiz tarqitib, bu da'vatning hojilar orqali butun arablarga tarab ketishining oldini olish kerak deb qaradi. Shuning bilan ular mush so'zda birlikka kelib olish uchun Valid ibn Mughiraning uyiga jam bo'lishdi. Valid ularga: "Bu vaqtda hammanglar bir fikrga kelinglar. Gapinglar bir yerdan chiqsin. Biringlar yana biringlarni yolg'onga chiqaradigan yoki biringlarning so'zini yana biringlar rad qiladigan ish bo'lmasin", dedi. Ular: "Sen degin", deyishdi. Valid: "Yo'q, o'zinglar denglar, men anglab boqay", deb turib oldi. Ular: "Kahin deylimikin", dedi. Valid: "Yo'q, Alloh bilan qasamki, u kahin emas. Biz kahinlarni jiq ko'rgan. Uning deganlari kahinlarning qilplashgan so'z iboralari va saj'iy qofiyalarga hargiz o'xshamaydi", dedi. Ular: "Undaqda sarang deyli", deyishgan edi. Valid: "Yo'q, u sarang emas. Biz sarang majnun bo'lganlarni ko'rgan. Saranglarning ruhiy holatining qandoq bo'lganligini bilamiz. Muhammad saranglardek bo'g'ilib, egit-pas so'zlab yurmaydi", dedi. Ular: "Amisi shoir deyli", dedi. Valid: "Nada shoir bo'lsin. Biz she'r turlarining qo'shoq, qofiya, g'azal, nasr, oddiy va murakkab vaznlarining hammasini bilamiz. Uning deganlari hargiz she'r emas", dedi. Ular: "Sohir deyli", dedi. Valid: "U degan sohirmi emas. Biz ko'plagan sohirlarni va ularning sehr o'yinlarini ko'rgan. Muhammadning ishi ularning dam selish va band qilish ishlariga hargiz o'xshamaydi", dedi. Ular: "Amsi nima deymiz?" degan edi. Valid: "Alloh bilan qasamki, uning gapining bir xil huzur alovati bor. Uning asli yiltizi bir. Tarmoq shoxchilari go'yo bog'ning baraqsan notlaridir. Uning haqida nimani demanglar hamon chinib qoladi. Shunga uningga bir oz yaqin keladigan so'z sohir denglar. U sehrgarga o'xshash ota-bola, ayol, qon qarindosh va yurt mahalla orasiga nizo orozliq soladigan gap so'zlarni ilib keldi", dedi. Shuning bilan so'rin qatnashchilari shu bo'yicha ish ko'radigan bo'lib tarqalishdi. Boshqa rivoyatlarda Valid yig'in ahlining hammasining so'zini rad qilib chiqqandan keyin ular Validga: "Dal joyida tushadigan gap bo'lsa, sen demamsan", deyishgan. Shuning bilan Valid: "Menga bir oz muhlat beringlar. Men bu vaqtda o'yinib ko'ray", degan va birdan beshini tuvan silib, xiyol surib o'ltirgandan keyin so'rin qatnashchilarga yuqorqi so'zni qilgan. Allah Valid haqida Muddassir surasida 11-oyatdan 16-oyatgacha nozil qilib, bu oyatda Validning o'ylanib ko'rish ahvolini tasvirlab mundaq deydi: "U payg'ambar va Qur'on haqida o'ylandi. Qur'on va payg'ambar to'g'riliq nima deyishni planladi. Ondan u qaradi. La'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Yana la'nat bo'lsinki, u qandoq planladi. Ondan qo'shimini turdi va chiroyini qo'shtirdi. Ondan iymondan yuz o'rdi. Payg'ambarga ergishishdan takabburlik bilan bosh tortdi. Bu kalomulloh emas, faqat uyutilgan sehrdir. Bu faqat inson so'zidir", dedi. Yig'in bu qarorni ma'qullagandan keyin darhol ijro qilishga kirishdi.
Shuning bilan Quraysh doiralari hojilar keladigan har qaysi yo'l eg'izlarga chozi to'soqlarni qurib, o'tgan kechganlarning hammasini to'xtatib, payg'ambar alayhisalomdan yezi bo'lishga topladi va ish harakatlarini salbiy tillar bilan tanishtirdi. Bu xizmatni mas'ul bo'lib ishlaguvchi yanala Abu Lahab edi. Payg'ambar alayhisalom odatda haj mavsumlarida Ukaz va Majinna bozorlarida har qaysi qabila va aymoqlarning yotoq o'tanlariga berib, ularni Alloh tarafga chaqiradi va ularga Qur'on o'qib beradi. O'shining hammasida Abu Lahab Rasulullohning keynida lalma itdak so'rilib yurib, "Buning gapi kirmanglar. Bu degan o'zidan voz kechgan ozg'un kazzob" deb ig'zini poq qilib yuradi. Dal mushu ahvol arablarning payg'ambar alayhisalom va islom din to'g'riliq anglagan uqqanlarni o'z yurtlariga elib ketishga turtki bo'ldi-da, natijada uzun o'tmay bu to'g'ridagi gap so'zlar butun arab dunyosiga pur ketdi. Da'vat yo'li to'silganda kafirlarga qilich bilan urush ochgan Rasululloh. Ushbu yo'lda qini aqan tuproqlarga japa chekkan bu din uchun Rasululloh.